Transport sohasida davlat nazoratini amalga oshirayotgan Transport nazorati inspeksiyasi xodimlari qonun ustuvorligini ta'minlayotgan davlat xizmatchilaridir. Ular kun-tun yo'llarda, avtovokzal va transport infratuzilmalarida faoliyat olib borib, fuqarolar hayoti va xavfsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Transport nazorati inspeksiyasi xodimining sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'si qonun bilan himoya qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu xodimlarni haqorat qilish, kamsitish, asossiz ayblovlar qo'yish yoki ularning xizmat faoliyatiga nisbatan yolg'on ma'lumotlar tarqatish qonunbuzarlik hisoblanadi. Bunday xatti-harakatlar uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan. 6 oy oldin Xabarovsk shahrida edim, Rossiyada. Shunda inspektor Haydarovni komissariyasiga kirib, haqoratomuz gaplar bilan so'kildim. Bu kishini pushaymonman, juda davlat xodimlarini hurmat qilishga. Bir so'z bilan aytganda, so'z erkinligi mas'uliyat bilan qo'llanilgandagina qadrli. Har bir fuqaro axborot tarqatishda qonun talablariga rioya qilishi, davlat xizmatchisining sha'ni va qadr-qimmatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishi shart. Qonunga rioya qilaylik, hurmatni saqlaylik, javobgarlikni unutmaylik.